O'tgan darsimizni davomini boshlaymiz. O'tgan darsimizda ovozda kompressiya qilishlik va uni qanaqa qilib render qilishlikni ko'rsatgan edim. Bugungi darsimizda ovozda более глубокий qilishlik yoki bir arenadan yoki bir masalan cherkov, masjid yoki konsertniy zal yana boshqa joylarda объемli katta restoranlar deylik yoki boshqa joylarda to'ylarda ovoz katta arenalarda ichida chiqishdi umuman boshqacha uslubda chiqadi, devorlarga urilib aks sado bilan bir boshqacha объемda chiqadi. Buni ko'pchilik biladi. Shuni qanaqa qilib chiqarsa bo'ladi? Shu effektni qanaqa qilib chiqarsa bo'ladi? Bir kun buni ko'rib chiqamiz. Umumiy keng joylardagi ovozni chiqarishlik uchun Vegas programmasida menda hozir bu videoni tayyorlashdan oldin где-то 1 minutdan oshiqroq bir kichkinagina audio zapis qildim. Buni men hozir ko'rsataman qanaqa qilib ishlashlaydi. Buning uchun menga FX da, ya'ni ovoz funksiyasini bu yerda o'ng tarafdagi nimasi bor. U birinchi darsimizni ko'ringlar agar kim tushunmasa. Shu yerda reverb bo'limi bor. Reverb bo'limiga bosaman, okey va chiqaraman va bu yerda play da bosaman. 90-yillar, 2000-yillardagi kinolar hozirgi paytdagi kinolarga nisbatan hozir 1 minut biz bu yerda kompressiya qilinmagan holatda ovozni pashti rav holatda eshityapmiz, xom holatda. Ovoz qanday bor yozilgan, vav holatda ham turibdi, hech qanday kompressiya qilinmagan. Kompressiya qilishligi uchun bilasizlar, wow hammer yoki surround bor, xuddi shuni surround. Ikkovsi ham bitta narsa, faqat mana 5 ga 1, 7 ga 1 kolonkalarda ishlatiladigan funksiyalari bor adashmasam. Bizga mana uni o'zi ham yetadi kompressiya qilishlik uchun. Ovozni biroz boshdan qo'yaylik. 1 minut. 90-yillar, 2000-yillardagi kinolar hozirgi paytdagi kinolarga nisbatan bo'ldi, kompressiya qabul qilindi. Endi reverb professional ishlangan deb o'ylayman. Va endi bu yerdan o'zimizga nima tanlaymiz? Qaysi ovozda effekti kerak? Misol uchun bu yerda reverb bo'limini, mana bu bo'limida har xil joylar bor. Ya'ni metal tank bor. Metal tank degani katta suv o'ziga suv oladigan bochkani tank deydi chet elda. Ichiga suv to'ldiriladi. O'shaning ichiga tushib olib gapirishlikda aytyapti. Medium hall, o'rta zal, uzun koridorlik, uzunga o'xshagan zal. Bularda ovoz o'zgaradi. Men hozir har bittasiga tushib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yerda audio zapis ketaveradi. Har bitta nimani effektini ko'rasizlar. Bunaqada boshladik. 90-yillar, 2000-yillardagi kinolar hozirgi paytdagi kinolarga nisbatan ancha, ya'ni professional ishlangan deb o'ylayman. Bu meni fikrim, конечно. Hozirgi kinolar ham yaxshi, tabiiyki yaxshi hozirgi paytdagi kinolar ham, faqat sahnalashtirish, ovoz va operatorskiy rabota 90 va 2000-yillardagi kinolarda juda yaxshi qilingan deb o'ylayman. Aslida hozirgi paytlarda ham yaxshi kinolar olinyapti, lekin operatorlar biroz darajasi juda past 90 yoki 2000-yillardagi kinolarga narsa soladigan bo'lsak. Tabiiyki 90larda ham 2000larda ham yaxshi bo'lmagan kinolar bo'lgan, ya'ni hozir mana ko'rdilaring, bu yerdagi har bittasini qo'yib chiqdim. O'zlaringga kerak bo'lganini tanlab ishlatishlaring mumkin. Lekin bu yerda shuna narsa borki, men bitta narsa ishlataman. Masalan, u narsani ko'pincha biror bir dokumentalniy filmda, endi bu yerda hozir men effekt ko'rsatish uchun bir qisqacha bunga mos bo'lmagan bir temani, kinoga oid bir masalani gapirib o'tganman, lekin bu nimada gapirishni keragi yo'q. Prosta hozir bu effekt ko'pincha bilasizlarmi nimalarda? Action videolar yoki birorta seriozniy masalalar yoki diniy masalalar gapirib turgan paytda o'shanda ishlatsa vashi zo'r bo'ladi. Seriozniy intervyularda ishlatsa vashi zo'r bo'ladi-da. Buni men asosan bu Vegasdagi reverb bo'limini men asosan diniy masalalarda yoki biror bir hikoya yoki adabiyot shunday masalalarda ishlatishlikni maslahat bergan bo'lardim. To'g'risi, chunki
вообще zo'r naqasi bor, funksiyasi bor. Men buni hozir ko'rsataman. Buning uchun men tepadagi untitled ga bosaman, ya'ni по умолчанию holatiga qaytaraman-da. Reverberation mode degan qismida, reverberation nima u? Shu mod qismida bu yerda warmni tanlayman. Bu yerda bundan tashqari, mana bu yerdan tashqari bu yerda ham bor. O'zingiz tanlashligingiz mumkin, xohlasangiz. Menimcha, bularda hammasini bittadan qo'yishim shart emas. O'zingiz Vegasda ustanovka qilib, o'sha yerdan o'zingiz yoqtirgan, o'zingiz holatingizga mos keladigan funksiyani, effektni tanlashligingiz mumkin. Menga qolsa, men warm ambience tanlagan bo'lardim. Hozir tushuntiraman nimagaligini. 90-yillar, 2000-yillardagi kinolar hozirgi paytdagi kinolarga nisbatan ancha, ya'ni professionalni ishlangan deb o'ylayman. Bu meni fikrim, конечно. E'tibor bergan bo'lsalaring, bu yerda warmni ishlatishligimni sababi bu masalan ba'zi kinolarda kinoni orqa tarafda backgroundda bir kishi gapiradi o'zini hikoyasini. Bu meni oilam, bu meni hayotim deb o'zini hayotini ba'zan ko'rsatadi, orqa tarafdan gapiradi. Shunaqangi paytda yoki hayol surgan paytda yoki tush ko'rgan paytda mana shu effekt ishlatiladi. Yo masalan diniy masalalarda gapirib turgan paytda, dinga oid bo'lgan masalalarga gapirib turgan paytda shunaqangi seryozni ovoz bilan mana shu warm ambience nimasi ishlatiladi. Men buni esda olib qolishlikni, ya'ni xotiralarida qolishligini istardim, chunki bu juda ko'p joyda ishlatiladi. Bu yerda yana boshqa effektlar ham bor. O'zingizga mosini tanlab nima qila olasiz. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Bu juda kerakli effekt. Agar ishlatishni bilsangiz, bu вообще zo'r effekt. Balkim YouTube'ingizda, kanallaringizda audio kitob yoki biror bir masala, seryozni masalalar gapirganingizda shu effekt sizga ancha kerak bo'lishligi mumkin, lekin ovozingiz WAV holatda yozilgandan keyin kompressiya qilishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog', omon bo'ling.